Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Odamlarni xursand qilish uchun hadeb, xo'p deyavermasdan, o'zingizni xursand qilish uchun yo'q ham deb turing. Onangiz sizni qaytadan dunyoga keltirmaydi. Shuning uchun sizni qadrlamagan har qanday joydan keting. Sekin yetib boradigan gap ekan-a? Keyinchalik "Voh, nima borsangiz baxtingni gapiga boradigan bo'lasiz." Ey. Meni tushunmayapsiz-da, oyi, dema. Chunki onang seni hali tiling chiqmaganida ham tushungan. Tushunding? Kimga mazza qildingiz? Akmal Baxtiyor Asadulla. Izohlarda yozing.